Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi bemorimiz Saydana klinikasida 10 yoshli bemor ota-onasi bilan murojaat qilib kelgan. Bunda ko'proq bolada chap buyragida siydik to'lqinlanib qolyapti. Ya'ni gidronefroz deydi. Bu taxminan 3-daraja, ya'ni ko'p miqdorda siydik qolib ketib qolyapti buyrakda hamda mana ekskretor tekshiruvlarda funksiyasi pasaygan. Bunga sabab buyrakdan siydiklar orqali siydik boradi quvurqqa. O'sha boradigan qismida, ustiya qismida stenoz, ya'ni torayma bor. Shu sababdan to'liq siydik quvurqqa o'tmayapti. Natijada buyrakda o'zida dimlanyapti. Hozir birinchi etapda buyrakda faoliyatini yaxshilash uchun buyrakka nefrostomik drenaj qo'ydik. Ya'ni buyrakda dimlangan siydikni mana yosh bolacha 100 gram atrofida 100 gramdan oshiq siydik qolib ketayotgan bo'lgan. Buni chiqardik. Endi yana tekshiruvlarimizni davom ettiramiz. Ya'ni bu qo'yilgan trubkadan kontrast modda jo'natib, pastki quvurqa o'tish qismini yana bir qator tekshiramizda, keyingi etapda plastik operatsiya, ya'ni o'tsina deb qo'yadi. Siydiklarni quvurqqa qayta to'ragan qismini olib tashlab turib, qayta keng holatda ulash, ya'ni to'sig'ini yo'qotish plastik operatsiyasini o'tkazadi. Shu bilan bemor bu trubkalardan asta-sekin qutuladi, yana avvalgi holatga qaytadi.